Bugungi sanamiz 5-yanvar. Biz 5-yanvarda eng muhim qilgan ishlarimizni sizlarga tanishtirib o'tirishlikni niyat qildik. Eng muhim qilgan ishlarimizdan bittasi shu bo'ldiki, pomidorlarimizni ikki tomonga yotqizib chiqdik. Savol tug'ilishi mumkin, bular nimaga yotqizildi? Chunki biz ekikamizni qish faslida ekikamizni bilgan holatda mana shu turbalarimizga nisbatan yaqinga ekkandik. Chunki turbadan chiqqan issiqlik pomidorni ham tomiriga, ham pomidoriga ta'sir qilsin degan maqsadda biz nisbatan yaqin ekkan edik. Va buni vaqt ko'rsatdiki, biz juda ham to'g'ri ish qilganimizni bildik. Chunki pomidorlarimiz o'sishi, rivojlanishida umuman qiyinchilik bo'lmadi. Dekabrda eng yomg'irli kunlarida ham rivojlanishi juda ham ajoyib bo'ldi. Bu esa juda ham bizni xursand qildi. Keyingi eng qilgan muhim ishlarimiz shu bo'ldiki, biz pomidorlarimizni suvsaganini va tagidan quyayotgan suvlarimiz qondirmaydiganini bilgan holatda tezda tomchilashlarni o'rnatdik. Tortganda ham ariqcha tortib, mana shunday ariqcha qilgan holatda tomchilash yotqizdik va pomidorimizga kran prямо yerdan chiqqan kran ichimlik suvidan 3 soat foydalanib qo'ydik. Bu esa pomidorlarimizda juda ham ajoyib sezildi. Pomidorlarimizga suvga berganimizdan keyin barglari juda ham yashnab, rivojlanib, o'suv nuqtalari sezilarli darajada o'sdi. O'sdi deganda bo'y o'sib ketmadi. O'zini me'yorida bo'ylari o'sib, o'suv nuqtalari ancha ko'zga ko'rinib qoldi. Bu esa bizni juda ham xursand qildi. Mana shu yerda men ozgina xatoim bo'libdi, shuni sizlarga aytib o'taman, qilgan xatoyimni. Xatoyim pomidorini bir 10 kun, 15 kun, uzog'i 20 kun bo'lganda-gacha bemalol tomiriga tagidan suv quyib namlikni yetkazsa bo'lar ekan. Chunki tomir rivojlanmagan bo'ladi va kichkina joyda egallagan bo'ladi. Bu esa 200 gram, 250 gram quyganda namlik yetadi. Lekin tomirlar rivojlanib ancha katta egandan keyin tagidan quyayotgan suv o'zini qoniqtirmay qolar ekan. Buni esa pomidorlarimizda yaqqol sezdik. Pomidorimiz mana shunaqa yashnamadida, o'suv nuqtalari hovjiragan holatda xuddi sovuqda qolgan pomidoriga o'xshab qoldi. Buni darrov o'zimiz sezdikda tomchilashlarni o'rnatdik va suvdan keyin ajoyib, juda ham ajoyib tomonga rivojlandi. Suv nima berdi? Suv qo'ygandan keyin rivojlanganini mana shu tomirlardan ham sezsak bo'ladi. Tomirlar juda ham ajoyib rivojlanib ketdi. Bu faqat bitta pomidorimizda emas, mana qolganlarida ham shiddat bilan tomirlarimiz rivojlanyapti. Mana bu pomidorimizda ham mana tomirlar namga qarab ancha rivojlandi. Mana hammasida sezildi. Bu esa bizni ham juda ham xursand qildi. Xudo xolasa rivojlanish juda ham ajoyib ketyapti. Keyin yana bitta savol tug'ilishi mumkin, yotsa nima bo'ladi? Yotsa yana bir zo'r tomoni bor. Mana bu tanasi yerga teggan holatda bo'lgandan keyin biz o'zimiz qo'limiz bilan shunday turpoqni uyib chiqyapmiz. Mana shu yerdan ham tomir rivojlanadi. Buni shu Instagram, YouTube tarmoqlarida ham ko'ryapmiz. Xitoyliklar, Yevropaliklar qilyapti ekan. Biz ham shuni bir sinab ko'raylik dedik. Xudo xolasa har xil fikrlar bor. Bir xil aytadi, agar tanasidan chiqqan tomir faqat tanasiga ishlov beradi, mevasiga ishlov bermay qoladi deb o'z fikrini bildirgan do'stlarimiz ham bor, obunachilarimiz. Bularni ham balkim o'zlarining boshidan o'tkazganda balkim sinagandir. Buni lekin tomirini yerga tegizib sinab ko'rganlar ham bor, lekin ularga zo'r effekt bergan dedi. Endi buni vaqt ko'rsatadi. Xudo xolasa kanalimizni kuzatib borsalaring, birgalikda sinab boramiz. Agar xudo xolasa zo'r effekt berib, mevalari katta-katta bo'lib, ajoyib bo'lsa, keyingi yilda sizlar ham bemalol issiqxonalaringizdan foydalansangiz ham bo'ladi. Menimcha ortiqcha tomir ko'pligi meni fikrimcha umuman ziyoni yo'q. Yaxshi bo'lsa yaxshi bo'ladiki, yomon bo'lmaydi. Xudo xolasa buni vaqt ko'rsatadi. Bu pomidoramizga orada tagidan 250 gramdan kaliyli ozuqalarimizdan berdik. Kaliy, manafasat kaliga, kaliy, magniy shu kaliylardan berdik. Hozir esimga kelmay qoldi. Bu esa pomidorlarimiz ham yaxshi ta'sir qildi. Endi bari e'tiborimizni biz pomidorimizni gullariga e'tibor beramiz. Mana eng oldilari mana shunday gullab qoldi. Gulshonalari yaxshi menimcha. Buni gulshonalari kichkinami deb bir agronomimizdan so'rasam aytdiki, uka dedi, qishdagi pomidorlarning gulshonalari o'zi shunaqa kalta bo'ladi. Birinchi gullari, xudo xolasa ikkinchi gullari uzun, katta bo'ladi. Bunisidan xavotir olmang dedi. Lekin havo berishga juda ham e'tibor bering dedi. Shu maqsadda havo berishni yo'lga qo'yganmiz. Havolarimiz juda ham go'zal holatda ketyapti. Xudo xolasa endi bunga
Bargidan 3/20 ga tenzakaktil qo'shib sepdim. Buni qilganim sababi o'suv nuqtasini sekinlashtirgim kelmadi. O'suv nuqtasini men mevalarini aytayotganim yo'q. Buni bir agronom akamiz aytishdiki, bulungvart seping dedi. Bulungvartni ozgina sepmaslikka qaror qildim, chunki bulungvart bu o'suv nuqtasini to'xtatib, tanasiga va tomiriga va gullariga zo'r ishlab beradi. Zo'r narsa, bu gap bo'lishi mumkin emas. Men jichcha bo'y o'sib olsin deb 3/20 ga tenzakaktil yantarni kislota qilib sepdim. Bu esa pomidorlarimizda yaxshi sezildi, chunki bu o'suv nuqtalari rivojlanib tepaga yo'ydi. Bu esa ikkinchi gullarini rivojlanishiga olib keladi. Shu maqsadda ozgina sekinlatdim, bulungvart sepishni qoldirdimda. Endi xudo xolasa ikkinchi safar sepishimizda, bu safar sepishimizda endi bulungvart sepamiz. Menimcha tanalarini baquvvatligi ham yaxshi, o'suv nuqtalari, ranglari hammasi ajoyib. Bor e'tiborimizni biz xudo xolasa gulshonalarimizga e'tibor beramiz. Xudo xolasa mana shu birinchi gulshonalar hammasini gullatib ushlatib olsam, meni juda ham katta yutug'im bo'ladi, chunki bilasizlar, birinchi gullar ham qimmat payti chiqadi, vog'lab pishadi, ham katta kilogramm zo'r bosadi. Shu maqsadda bor e'tiborimiz endi xudo xolasa buni gullashlarga qattiq e'tibor beramiz. Yana bir akalarimiz aytishyaptiki, alaminaga nisbatan issiq kerak emas dedi, lekin men agrovakularni ochib yopmayapman. Buni nisbatan issiq ushlayapman. 16-17 gradusgacha ko'tardim. Katyolimizda gradusning 40-45 ta turibdi. Agrovakularni yopganligimiz sababli rivojlanishi pomidorlarimizda yaqqol sezildi. Ranglar o'zgarib, tanalar baquvvat bo'lib, issiqlik yaxshi ta'sir qildi va mana shu gullayman degan gulshonalari ancha ko'payib qoldi, mana ko'rinib turibdi. Shu maqsadda biz agrovakularni ochib yopmayapmiz. Kechki payt ko'rsak, ichidagi gradusing 16-17 graduslikka qarab ketyapti. Lekin barhavo dimlanib qolish, ko'chatimizda xom o'sib ketishlar umuman sezilgani yo'q menimcha. Mana hozir bittasini sizlarga tanasini ko'rsataman. O'zlaring ham baho berasizlar. Mana tanalari baquvvatligi menimcha normal holatda. Ikkita bark oralari ham menimcha yaxshi ketyapti. Ortiqcha umuman o'sish holatlari yo'q. Menimcha hammasi nazoratimiz ostida ketyapti. Issiqlik yaxshi ta'sir qildi, lekin bu gul ushlashiga qanaqa ta'sir qiladi buni bilmayman. Xudo xolasa agronomimizga savol berib qo'ydim. Agar javob bersa, agar yo'q pasaytiring desa pasaytiramiz. Agar yo'q zakonni desa, dakansa olib ketaveramiz. Chunki agrovakularni pulga olganmiz, uni endi ishlatmasak o'zi mana shu yanvar oyi ishlatishimiz mumkin. Shu fevralda menimcha ipga ham olamiz, umuman foydalanishda imkoni bo'lmay qoladi. Uju havo ham isib ketadi. O'zi mart, fevral oylari ham nisbatan iliq keladi degan ma'lumotlar bor. Xudo xolasa buni vaqt ko'rsatadi. Qanaqa bo'ladi? Shu maqsadda agrovakulardan ham foydalanishlikka qaror qildik. Mana shu yotgan pomidorimizni ko'rsalar ham bo'ladi, tanasini. Menimcha yaxshi. Pomidorimizni ekkanimizga kecha 4-kuni rasab 1 oy bo'lgan. Bugun 31-kun. 31-kun. Mana shunday holatda. O'sha aytib o'tayotganimizga havo berishga juda ham hozir qattiq e'tibor berganmiz. Hozir 12 ga qarab ketyapti. Quyosh yo'qligi sababli fortikalar ochib qo'yganman, lekin salafanlarimizni ochganimcha yo'q. Xudo xolasa quyosh chiqib ketishi bilan yana sirazi havo beramiz. Hozircha bek turibdi. Fortikalar tepadan skvoznoy bo'lib havo aynalib, ichkarida bar havo juda ham issiq emas. Mana shunday do'stlar, biz qilayotgan ishlarimiz mana shundan iborat. Agar xudo xolasa kimda isitishlari bo'lsa, bemalol ekishni tavsiya beraman, chunki havo iliq. Hozirgi holatda ham umuman 50-60 ga qo'yganim yo'q, xudoga ming qatla shukr. Ko'mir rasxodimiz ham ancha kam bo'lyapti. Ekorish kerak. Shu har bitta videomda aytib o'tganimdek, pomidori juda ham kun sanar ekan. Qancha voqileksa, o'shancha voqili chiqar ekan. Mana bu pomidorimizning ikkinchi guli ham mana rivojlanib qolibdi. Oldi pomidorlarimiz mana shunday holatda. Do'stlar, qilayotgan muhim ishlarimiz mana shulardan iborat. Suv berdik. Xudo xolasa endi agar tagidan bir 100 gramm, 150 grammdan rottor quyib chiqishlikni maqsad qilib turibman. Bu tomirini yana ham rivojlantirishiga olib keladi. Bu esa qancha tomir zo'r bo'lsa, shuncha
ko'p ozuqalarni o'ziga o'zlashtiradi. Bu esa faqat foyda bo'lsa borki, umuman ziyoni yo'q. Tomir rivojlanishi. Keyingi qilayotgan ishlarimiz endi mana shu ona baklarini olib chiqish bo'ladi, xudo xolasa. Bular o'z vazifasini bajarib bo'ldi deb o'ylayman. Endi bularning baklarini olib chiqamiz, xudo xolasa. Pomidorlarimiz ko'rinishi mana shunday holatda o'z fikrlarini bildirib o'tasizlar. Issiq ushlagan 16-17 gradus ushlaganim pomidorlarimizda ortiqcha muammo bo'lgani yo'q. Chunki agrovolokno o'zidan issiq chiqarganligi sababli agrovoloknoni ustida, tepasida bo'lganda iliq holatda turibdi. Bu sovuq emas, yo bo'lmasa issiq to'sib qo'yib, past issiq, tepa issiq bo'lmas ekan. Agrovolokno shu tomoniga tan berdim. Tepa ham pastdaqa issiq bo'lmasa ham iliq holatda bo'lyapti. Ertamatdan ochganimda hech qanaqa sovuq urish, ortiqcha muammo bo'lgani yo'q. Ertamatdan 9larda quyosh chiqishiga qarab ochib tashlayapman. Bu esa pomidorlarimiz issiq sovuq bo'lishini umuman ziyon yetkazgani yo'q, xudoga ming qatla shukr. Shundan agrovolokno yaxshi tomoni o'ziga issiq ushlab qolar ekan, lekin ortiqchasini chiqarar ekan. Bu esa tepadagi holati ham yaxshi tutar ekan. Mana shu do'stlar, qilayotgan ishlarimiz mana shunaqa. Ikkita chekkamizni yotqizganimiz yo'q, chunki unda ortiqcha nima yo'q. U tomonni yotqizmayman. U tomon nisbatan salafalarda ozgina yirtiqlar borligi uchun, nisbatan ozgina sovuqligi uchun pomidorlarimiz bu tomonga nisbatan ozgincha arqada desak bo'laveradi. Menimcha bir haftada qilib o'tgan eng muhim ishlarimni menimcha sizlarga tanishtirib o'tdim deb o'ylayman. Xudo xolasa yana savollaring bo'lsa, yana qo'yib savollarga qarab javob olib boraveramiz. Mana eng katta pomidorimiz desak bo'ladi. Mana yondagilarga nisbatan ham. Shuni tanasini ham sizlarga ko'rsataman. Mana tanasida baquvvatligi menimcha yaxshi. Mana bachkalari ham ko'p. Mana xudo xolasa o'z fikrlaringizni kutib qolaman. Agar bizga kim obuna bo'lmagan bo'lsa, obuna bo'lib qo'ying, like bosib qo'ying. Biz qo'ygan videolarimiz sizlarda o'tib ketib qolmaydi. Biz kimgadir bilim, kimgadir narsa o'rgatmoqchi emasmiz. Faqat qilayotgan ishlarimiz, tajribalarimizni qo'yib boraveramiz. Chunki har yili bir xil narsa to'g'risi menga yoqmaydi. Har yili har xil narsalar sinash, bir xil yashash yoqmaydi. Shuning uchun har yili har xil stillar qo'yapmiz. Xudo xolasa bu yil yana bir yangicha usullarimiz bor. Oraliq paytiga bodring ekamiz, pomidorimizdan keyingi nimasiga bolgarskiy yo qalampir ekamiz. Shu ko'rib borsalar, xudo xolasa dekabrgacha olib kelamizda uni. Agar iloji bo'lsa pomidor ko'chatlarimizni olib kelib o'zimiz katta tuvalga o'tirg'izamizda, tomirlarni rivojlantirib, misol 10 kun, 15 kunda gullaveradigan darajaga olib kelib, yo bo'lmasa gul bilan ekamizmi, mana shu darajaga olib kelib ekamiz. O'shanda oraliq paytdagi hech qanaqa razniца sezilmas ekan. Pomidor baribir yoshligi sezilar ekan. Mening mo'ljalimda yanvar oyi birinchi gulni gullatib olishlik mo'ljalim bor edi, lekin pomidorlarimizda gullamadi. Bizni ekanimizni ko'rgan akalar ham aytgan, pomidoringizni necha yosh ekan dedi. Balki yoshligiga borgandir, issiqlikni yaxshi ta'minlamagandirman. Lekin mana 31 kun bo'ldi. Hozircha pomidorlarimiz gullagan yo'q. Lekin xudoga shukr, pomidorlarimiz turishi ajoyib holatda. Do'stlar, bizning kanalimizga like bosing, obuna bo'ling, bizning kanalimizni kuzatib boring. Shorts va kichik videolarni ham qo'yapman. Buni yotqizganlarimdan ko'rdim. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, shorts videolarimizdan ko'rib olaverasiz. E'tiborlaringiz uchun juda ham katta rahmat.